Kurash nafaqat jismoniy kuch, balki mardlik, halollik va adolat ramzi sifatida ham qadrli. Surxondaryo vohasi hududidagi arxeologik qazishmalar va topilmalar, jumladan kurashchilar tasvirlangan sopol idishlar kurashning qadimiyligini tasdiqlaydi. Vohamizdan yetishib chiqayotgan yosh va umidli polvonlar orasida sherobodlik Muhammad Karim Xurramov ham bor. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Kuch bu nafaqat mushaklarda, balki irodada, maqsadda va yurakda bo'ladi. Shu ma'noda Surxon vohasining yuksak tafakkurli va baquvvat farzandi Muhammad Karim Xurramov nafaqat kurash maydonlarida, balki millionlab yoshlar qalbida ham haqiqiy qahramonga aylangan. Muhammad Karim bolaligidanoq sportga, ayniqsa dzyudo va milliy kurashga mehr qo'ydi. Uning birinchi qadamlari Sherobodning oddiy sport zalida boshlangan bo'lsa-da, orzulari har doim olisni ko'zlardi. Muhammad Karim Xurramov O'zbekiston bayrog'ini xalqaro musobaqalarda yuksaklarga ko'tarib kelmoqda. Uning Tokio 2020 olimpiadasidagi Osiyo chempionatidagi muvaffaqiyatlari, jahon maydonlarida ko'rsatgan yuksak natijalari yurtimiz sport tarixi sahifalarida yorqin iz qoldirdi. Uning har bir chiqishi vatan sharafi uchun kurash, har bir g'alabasi yoshlar uchun ibrat. U nafaqat dzyudochi, balki o'zbek polvoniga xos hurmat, sabr va mas'uliyatning timsoli hamdir. Kurash sport turi eng birinchi o'rinda avvalambor halol sport turlariga kiradi. Insonni jismonan, aqlan har tomonlama o'sishiga juda katta turtki beradigan sport turi. Bu o'zimizda milliy xalqimiz sevib, tomosha qilib, muntazam shug'ullanib keladigan sport turi. Kurash sport turida men katta ancha yutuqlarga erishdim. Avvalambor xalqimizni olqishiga, nazariga tushdim. Bu bizlar uchun juda katta bir baxt. Kurash sport turidan men Osiyo jahon chempionlari bo'ldim. Xalqaro turnirlarda yutdim. Kelajakda o'zimda bir nomimni qoldirdim. Kurashchi avvalambor birinchi o'rinda o'ziga ishongan bo'lish kerak. Ham jismonan emas, ham aqlan o'zini rivojlantirgan, o'z ustida ishlagan bo'lish kerak. Shundagina xalqaro musobaqalarda ham yaxshi natijalar qiladi. Kurash bu bizning o'tmishimiz, bugunimiz va ertamizni o'zaro bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prik. U biz kim, qaysi zaminning farzandi, qaysi qadriyatlar egasi ekanligimizni eslatuvchi boqiy ramz. Shu sababdan ham keyingi yillarda milliy sport turi hisoblangan kurashga e'tibor yanada kuchaymoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu yo'ldagi muhim qadamlardan bo'lmoqda. Qarorga muvofiq endilikda viloyat va tumanlar kesimida kurash bo'yicha ixtisoslashtirilgan sport maktablari, seksiyalar tashkil etilib, ular zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanmoqda. Bugungi e'tibor va rag'bat haqida Muhammad Karim Xurramov shunday deydi. Milliy kurash sport turimizda hozirda muhtaram prezidentimiz o'zi qo'llab-quvvatlayapti. Shuni evaziga mana shunaqa tumanda, viloyatda, respublikada, chet ellarda xalqaro musobaqalar tashkillashtirib sportimiz rivoji uchun katta hissa qo'shilyapti. Hozirgi kunda kurash sport turimiz Osiyo jahon chempionati va Osiyo o'yinlariga kiritilgan. Xudo xolasa olimpiadaga kiritish maqsadida katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'ylaymanki, kurash sport turimiz olimpiadaga kirib, olimpiadada kurashchilarimiz yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'taradi. Muhammad Karim kabi polvonlarimiz bor ekan, O'zbekiston sportining kelajagi porloq. Bayrog'imiz esa xalqaro arenalarda doimo balandda bo'ladi.